Sizningcha idealizatsiya bu kasallikmi? Masalan, ongsiz ravishda bir ko'rishda sevib qolgan inson o'sha kimsani dunyodagi eng aqlli, eng chiroyli va umuman xato qilmaydigan ideal farishta sifatida miyasida gavdalantiradi. Afsuski, idealizatsiyaning xavfli tomonlari juda ham ko'p. Inson fikr xayoli real hayotdan butkul uzilgan holatda faqat o'sha kimsani ko'radi. Go'yoki dunyo o'shaning atrofiga qurilgan deb o'ylaydi. Xayolparastlik, o'zini yerga urish va oxir-oqibat siqilish. Will you take a look at that? Pretty pathetic, huh? Well, you'll know. Bu xuddi energetik ichimlikka o'xshaydi. Dizayn chiroyli, mazasi esa rasvo. Adabiyotda ham Jack London o'zining Martin Eden asarida idealizatsiyaga juda ham katta urg'u bergan. Qolaversa, idealizatsiya yigitning ochilmagan qaralarini ham ochib yuboradi. Psixologiyada esa juftliklar bir-birini kamchiliklarini xuddi puzzle kabi qabul qilgan holatida ularni qabul qilib bir-birini to'ldirib turadilar. Xuddi mana bunday. Videoni xayolparast og'ayningizga yuborib qo'ying. Aytgancha, unga yana bitta gap bor. Baribir bir kun unutiladi, yaratmagan kun unutiladi. Baribir bir kun tushunib biladi, eshitib sani har kun tillardan.